Bolalar bilan dam olishga chiqqan paytingda bitta jasorat ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, qullikni bo'yniga oladigan odam. O'sha manman. Kuşlar içimden düşün. Necha bolalar sasab mazaqa uxlash kerak. Ey, mana bu ijdolar hammasini-chi bitta o'zim kir qilmaganman. Mana bu tuxumlarni-chi bolalar, to'g'ri kelib qo'rib bermaysiz zallaga. Mana bu sasga kalbasalarni addam kelib qo'rib bermaylar bolalar. Lekin shu ishni men qilaman. Men qahramon bo'laman. Men hammasini men qilaman. Menga kerak emas. O'rtoq, menga dilni qizartirib pishirib ber. Ya bo'ldi. Xo'p, bo'lar. Qip-qizil qilib kelaman hozir. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Uloq, kiyimlarimni sochirarman olib kel shunda. Ya bo'ldi. Men cho'milmayman. Sanlar xizmatlari qilgani kelganman o'zi. Uloq, saunani yoqib ol. Uloq, mashinamni olib kirib qo'y. Uloq, uloq. Uloq, uloq. Uloq. Men Shodibek, Ulug'bek og'aylarim safiga qo'shilar ekanman. Ularga itdek xizmat qilishga va'da beraman. Agar bu va'damni buzsam, kurugimning nafratiga mubtalo bo'lay. Ura! Uloq, bor ovqatga qara. Nega? Bo'l, chunki yutamadim. Xo'p.